Albert Pika va 3-jahon urushi. Bu kitob barcha urushlarni oldindan aytdimi? Salom do'stlar. Bugun siz bilan birga juda sirli, hatto biroz qo'rqinchli mavzuni ochamiz. 1800-yillarda yashagan masson yozuvchi Albert Pika o'zining mashhur asari Morals Dogmada birinchi, ikkinchi va hatto 3-jahon urushini oldindan yozib qo'ygan bo'lishi mumkinligini bilasizmi? Bu qanday mumkin? U bir Nostradamus emas, bir faylasuf va masson rahbari. Keling, faktlarga asoslanib tahlil qilamiz. Albert Pika kim edi? 19-asrda yashagan amerikalik yurist, general va masson. Pika 33 darajadagi masson bo'lgan. Bu eng yuqori daraja. Uning kitobi Morals Dogma Freemasonlik falsafalarining asosiy manbasi hisoblanadi. Unga ko'ra, jamiyatlar tartibsizlik orqali boshqariladi. Ordo ab chao, tartibsizlikdan tug'iladi. Urushlar haqidagi taxminlar. Pika yozgan xat bor. 1871-yilin avgust oyida Giuseppe Mazzini ismli inqilobchiga yozilgan deyiladi. Bu xatda 3 ta urush ssenariosi bayon etilgan. Jahon urushi, Osmonlilar imperiyasi qulaydi. Sionizm va kommunizm kuchayadi. Bu 1914-yil, 1918-yillar oralig'ida haqiqatga aylandi. Ikkinchi jahon urushi, Germaniyada fashizm kuchayadi. Yahudiy davlatining asosi qo'yiladi. 1939-yildan 1945-yillar to'g'ri kelyapti. Endi esa 3-jahon urushi. Sionizm va islom olami o'rtasidagi to'qnashuv orqali global nazoratga erishish. Ushbu ssenariy internetda ko'p marotaba fitna nazariyasi deb rad etilgan bo'lsa-da, tarix bilan taqqoslaganda dahshatli darajada mos tushadi. Bu tasodifmi yoki rejalashtirilganmi? Pika nazariyasiga ko'ra, insoniyat ma'naviy yuksalish uchun zarur sinovlardan o'tadi. Masonlikda dunyo nazoratini ong orqali, ammo tartibsizlikdan keyingi tartib orqali qo'lga kiritish g'oyasi bor. 3-jahon urushi hali boshlanmagan, lekin hozirgi siyosiy ziddiyatlar unga yo'l ochyaptimi? Hozirgi zamon va ehtimoliy 3-jahon urushi. Rossiya, NATO, Xitoy, Isroil, Eron, bugungi geosiyosiy tarangliklar. Ukrainadagi urush, Gazo, Tayvan, bular Pika ssenariyosiga muvofiqmi? Axborot urushi, AI, iqtisodiy izolyatsiyalar, bular urushsiz urush bosqichimi? Mavjud voqelikni ko'rib chiqamiz. 2025-yil holatiga ko'ra, Isroil va Eron o'rtasidagi keskinlik, G'azo, Suriya, Livan va Yamanda proksi urushi orqali yillar davomida davom etmoqda. Agar bu to'liq urushga aylansa, bu nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin. Mahalliy urush, cheklangan jangovar harakatlar. Isroil va Eron o'rtasida hujumlar havodan dronlar, kiber guruhlar orqali bo'ladi. Hizbullah, Livan va Husi guruhlari Yaman orqali Eron proksilari Isroilni nishonga oladi. AQSh va Rossiya bevosita aralashmaydi, ammo diplomatik yo'l bilan bosim o'tkazadi. Neft narxlari keskin ko'tariladi. 1-2 oy ichida vaziyat xalqaro bosim bilan tinchlanadi. Ehtimollik 40% ta'siri, Yaqin Sharq va global iqtisodga ta'siri. Regionlar kengaygan urush Isroil Tehronning yadro obyektlariga kuchli zarba beradi. Javoban Eron
to'g'ridan-to'g'ri raketalar bilan Isroilga hujum qiladi. AQSh Isroilni himoya qiladi. Fors ko'rfazi yopiqligi orqali global energetik inqiroz boshlanadi. Saudiya Arabiston va BAA ham diplomatik pozitsiyasini o'zgartiradi. Rossiya, Xitoy, Turkiya pozitsiyasini neytral saqlaydi, lekin aybdorni ochiq aytmaydi. Ehtimollik 35% ta'siri butun Yaqin Sharq va global energetika va Xitoy-AQSh raqobati kuchayadi. Jahon urushining asosi geopolitik domino. Urush Isroil va Eron bilan cheklanmaydi. AQSh, NATO va ehtimoliy Rossiya, Xitoy vositachilik qilolmaydi. Eron-Isroil urushi surunkali cho'zilib, Yevropa va Osiyo mamlakatlarini ham pozitsiya olishiga majbur qiladi. Tayvan, Ukraina, Balkanlar kabi boshqa mamlakatlar ham birdaniga faollashadi. Geosiyosiy domino. Isroilga nisbatan so'nggi qarorli urushni tanlagan Eron tarafdorlari proksi davlatlar umumiy front yaratadi. 3-jahon urushi ehtimoli kuchayadi. Bu urush shartnoma va ittifoqlar asosida emas, sivilizatsiyalar to'qnashuvi shaklida ketadi. Ehtimollik 15-20% ta'sir. Butun dunyo iqtisod, siyosat, harbiy, iqlim va axborot urushi boshlanadi. Albert Pika o'z urush ssenariyosida islom dunyosi va sionizm to'qnashuvi orqali global inqirozni va axloqiy halokatni aytgan edi. Bu urush aynan shu naqshda rivojlansa, aynan shunga o'xshab ketadi. Bu urush boshlansa, dunyo deyarli 2 tomonga bo'linadi. Lekin bu klassik islom g'arb formatida bo'lmaydi. Keling, bu bo'linishni chuqur tahlil qilamiz. Islom va sionizm urushi ssenariyosi qanday ko'rinadi? Bu mojaroda Isroil sionizm ramziy sifatida, Eron, Livan, Falastin, Suriyada ayrim guruhlar islomiy qarshilik kuchlari sifatida. Ammo bu urushda dunyo davlatlari din asosida emas, geosiyosiy manfaatlar asosida taraf oladi. Dunyodagi bo'linish qanday bo'ladi? Birinchi tomon Isroil va uning ittifoqchilari, sionizm tarafdorlari. AQSh strategik hamkor. Buyuk Britaniya, Fransiya Isroil bilan texnologik va razvedka aloqalari bor. Germaniya siyosiy jihatdan neytral bo'lishga harakat qiladi, lekin G'arb bloki bilan qoladi. Yaponiya, Janubiy Koreya G'arb bilan iqtisodiy bog'liq. Ikkinchi tomon Eron boshchiligidagi Islomiy front Eron, Falastin, Livandagi Hizbullah, Yamandagi Husiylar, ehtimol Pokiston agar diniy urush tus olsa, Afg'oniston radikal guruhlari orqali. Turkiya rasmiy jihatdan NATO a'zosi, lekin xalq orasida Isroilga qarshi kuchli norozilik bor. Neytral yoki o'zgaruvchan davlatlar. Hindiston AQSh bilan yaqin, ammo musulmon aholisi ko'p. Rossiya ikkala tomon bilan ham aloqa qiladi, Isroil va Eron bilan. Xitoy tinchlikka chaqiradi, lekin Isroilni ochiq himoya qilmaydi. Bu urush qanday oqibatlarga olib keladi? Axborot urushi. Dunyodagi musulmonlar va yahudiylar bir-biriga qarshi propagandaga tortiladi. Neft va gaz inqirozi. Fors ko'rfazi yopiqligi tufayli neft narxlari portlaydi. Iqtisodiy blokaj. SWIFT tizimi, bankalar, savdo sanksiyalari. Dinlararo ziddiyat kuchayadi. Yevropadagi musulmonlar Isroil tarafidan kamsitiladi. Musulmon davlatlarida yahudiylarga qarshi namoyishlar. Xulosa, dunyo ikkiga bo'linadimi? Lekin bu bo'linish faqat din asosida emas, geosiyosiy va iqtisodiy sathda bo'ladi. Insoniyat ongida ham bo'linish bo'ladi.
kim haqli degan savolga har kim o'z javobini beradi. Bu holatni Albert Pika Huntington sivilizatsiyalar to'qnashuvi va boshqa strategiyalar allaqachon taxmin qilgan. Bugungi yoshlar kimning yonida? Bugun dunyo bo'linyapti, lekin bu bo'linish rasmiy bayroqlar yoki siyosatchilar orqali emas. Bu bo'linish xalq ongida, ayniqsa yoshlarda sodir bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarni ko'raylik. Har yerda bir haqiqat ko'rinmoqda. Isroil armiyasi bevalar, homiladorlar, bolalar, ayollar, hattoki chaqaloqlarni nishonga olyapti. Odamlar endi ko'rmaslikka ko'z yuma olmayapti. Yoshlar nafaqat musulmon davlatlarda, balki Amerika, Yevropa, Janubiy Koreya, Braziliya, Filippin kabi mamlakatlarda ham Falastin tarafida turibdi. Tarixiy taqqoslash, hattoki Chingizxon tarixda ko'plab zabardast sarkardalar bo'lgan, lekin hatto Chingizxon ham qanchalik o'z davrining zolim sarkardasi bo'lgan bo'lsa-da, ayollar, homiladorlar, bolalar va qariyalarga teginmaslikni amr qilgan. Xalqni emas, u urushni jangchilarga qarshi qilgan. Lekin bugungi sionizm siyosati bu yerni kengaytirish uchun qilingan, xalqni yo'q qilish aybdor yoki aybsiz farq qilmaydi. Bugun ko'pchilik biladi, bu shunchaki Falastin, Isroil masalasi emas. Bu insoniyat va o'ta qattiq zolimlik o'rtasidagi jang. Yoshlar bu safar ko'rmayaptimi? Ko'rib turibdi, tushunib turibdi va taraf tanlayapti. Azizlar, bu kanalda propaganda yo'q, haqiqat bor. Bu kanal hech qanday urushni qo'llab-quvvatlamaydi. Biz har qanday zo'ravonlik, qirg'in va begunoh insonlarning halok bo'lishiga qarshimiz. Ushbu videoda berilgan barcha ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan videolar, mustaqil axborot manbalari va o'ndan ortiq turli internet saytlardan olib berilgan izlanishlar asosida tuzilgan. Biz faktlarga tayanamiz, emotsiyaga emas. Bu yerda propaganda yo'q. Faqat ko'rinyaptiki, haqiqat, adolat va insoniyatning og'riqli savollari. Maqsadimiz tomoshabinga o'z fikrini shakllantirish uchun keng kontekst berish. Biz yolg'on emas, haqiqatni izlaymiz. Urush bu halokat. Istalgan tarafda bo'lishingizdan qat'iy nazar, begunoh insonlar o'lsa biz jim turolmaymiz. Xususan o'zim urushga qarshiman. Kanalimga obuna bo'ling va shu orqali menga sizning qo'llab-quvvatlashingiz juda muhim. Qanchalik izoh qoldirsangiz, like bossangiz, shunchalik kanalim kattalashadi va men ham yangi qiziqarli mavzularni ko'proq qo'yaman. Menga sizning laykingiz va izohlaringiz katta motivatsiya degani. Izlaganingiz uchun kattakon rahmat.